Hello do'stlar, sizlar bilan men bugun O'tkir va bugungi videomizda sizlar bilan Istanbul Guys o'yinini o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz do'stlar. Videoni ko'rishdan avval albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Qanunda biz boshladik va zagruzka qilib boshladi. Kompyuter salga qotishi mumkin, ichida g'alatiroq narsa bo'lishi mumkin. Kompyuter hali kichikroq kompyuter bo'lgani uchun normalroq sal bersa biz ham o'yinchani chotga qizdirib o'tkazib yuboraman. O'sha undan oldin chotga bitta video olgan edim. Bu video chotga videocham nima bo'lgan ekan? Ovoz saqlatmagan ekan, shuning uchun qaytadan video olyapman do'stlar. Mana shunday qiyinchiliklar bor. Like bosib, qo'llab quvvatlab turishlaringizni so'rayman. Unaqa qiynalishlarimga yarasha barman aktiv bo'lsa ekan, men ham bir mazza qilib qiynalsam video chiqarsam ekan. Kanalim o'zi yangi ochganman. Iltimos, loy. Iltimos obuna va like bosib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Hali oldinda dahshat udarni videochilar turibdi, aytdimki qotadi deb. Aytdim-ku qotadi deb, ya'ni kanal deb kompyuter o'zim abol ketyapmiz. Normal. Men shunaqangi it azobini boshdan kechiraman. Zalda normal o'ynayapmiz, mana sharikcha. Sen kimingni bosib kelyapsan? Qoch! O'tib ketishga 6 kishi kirdi. Istanbul Guys ancha deb o'ynamagan, qo'lim chiqib ketgan. Aytdim-ku. Birinchi levelga ham kira olmadim. Afsus, yaxshi ko'rdingiz. Zalmada telefonda o'ynab mazza qilar edim. Kompyuterda ancha deb o'ynamagan, qo'lim chiqib ketgan. Blanka. Короче, biz tushib ketdik anaqa. Shu uchun biz endi qayta o'yinni boshlaymiz. Bu o'yinni tark etamiz. Tak. Nima desam bo'lar ekan? Sizlar gaplaring gapim ham qolmadi. Ikkinchi nimamiz skinimiz normaldir. Yana qotdi. Uzr, yana kompyuter qotmoqda. Eskiroq kompyuter bo'lgani uchun va skinimiz o't o'chiruvchimi? Ya. Uchuvchi tog'a bilan biz sakradik. O't o'chiruvchi degan bo'lsa, o't o'chiruvchi qizil bo'ladi. Achik taqmaydi. Achik taqsa ham taqish ham mumkin edi. No mayli. Ovozim mana bunaqangi hello degan effekt bilan qo'shib yuborsam bo'ladi mikrofon bilan. Lekin men tabiiy kerak sizlarga, shuning uchun tabiiy effekt qila qoldim. Mikrofondagi effektdan ko'ra tabiiy effekt chiroyliroq deb o'yladim. Lekin video sifatiga bu xalaq berishi aniq. Chunki deganda effektli ovoz YouTube uchun yaxshi. Uni boshladik. Har xil skinlar, loyga qarab endi sakraymiz. Xuddi mana o'ziga o'xshaydigan loyga sakradi bular ham. Loyda tezroq yurgin loy desa, dasa. Tezroq o'tib ketishimiz kerak. Sakrab. Hop, birinchidan o'tish hamma uchun ham oson. Ayrimlar uchun master bilmadim. Ikkinchisi oldin o'tishim kerak hozir. Hoppa. Normalniy. Voh. Oxirga kelgan edim do'stlar. Mana shunaqangi yoqmaydi-da mana shunaqangi. Ikkinchisidan o'tish ayniqsa 12 kishidan bittasi kirib borgandir. Bitta kishi kirib bordi o'zi. Voh. Nimaga ularni men kuzatdim? Birov bilan ishing bo'lmasin, o'zingni qara. Va o'tib oldik bir baloqalar. Mana tushib ketganmi, keyin ko'rar edim, shu uchun ko'prikdan ham o'tib oldik. Amalladik короче buni. Oy, mishka qayerda? Men mishkam. Tushdan shu ustidan sakrab o'tib, biz 11-chi bo'lib kirdim va mendan keyingi kirgan va tugadi. Opa o'lgirmadingiz. Afsus. Xo'p, biz mana yoqda meni skinim turibdi, qolganlar tushib ketdi. Pastga boya biz tushib ketgandek. Tak, hozir biz bu ikkinchi zalga o'tishimiz kerak. Anchadan beri yana g'alati o'zimni tanlab berishdi. Voy, sal qoldi. Video boshidan tushib ketishimga. Ketaveramiz oldiga. Voy, tentak. Nimaga shundaysan? O'tkir, nima qilding?
Mana hammasi barbod bo'ldi. To'ppirni ola olmadik. Telefonni mazza qilib to'ppirlar olib yurgan bola bugun kompyuterda o'yina olmayapti. Amal 3-o'yinni ham o'ynaymiz. Agar 3-o'yin qiziq bo'lsa, barchaga yoqsa kerak endi 3-o'yin. Mayli. No, загрузка qilyapti. Загрузка deb bizim. А дальше у нас. Vau, udarli joy. Yani joylar yaxshi ko'raman. Mazza qilib o'taman shahlardan. Vau, yana qotdi kompyuterim nimaga shunday men kompyuterim. Do'stlar, mana shunday qiynalaman men. Voy, yana tushib ketdim, ko'rdilarmi? Ana shunday qiynalaman. Siz bitta like'laringiz arzimaydimi shunday? Qiynalishlarim. Ko'rdinglarmi? Men noshukrlik qilmayman. Rahmat, Xudoga shukr, kompyuterim bor, lekin sal qotishini aytmaganda normal. Biz ham boyib ketarmiz endi. Tushirib yuborishdi. Mana shu o'tib olishim kerak ekan demak. Va, bejadi. Betimni bejadi. Yo, unday o'tib bo'lmas ekan. Ana yanami? Yana qotib qoldi o'zi. Bir marta o'tgandan keyin ikkinchi marta o'ynashimiz kerak ekan. Ayqqa tushib olamiz mana. Keyin bemalol chiq. Voy, 12 kishim kirib bo'pti-yu. Qiziq o'yin bo'ladi debman. Kompyuterim qotganda qiziq o'yinni ham ko'rolmay qoldim. Salgina naushnik balandlik qilyaptimi yoki ovoz balandlik qilyaptimi ekan-a? Chut GPT. Ismini qaranglar, Chut GPT. No, mayli do'stlar, birovlarning o'yinini kuzatgandan ko'ra o'zimiz o'ynaganimiz yaxshiroq. Tak, do'stlar, yana qaysi o'yinlarda o'ynashim kerak? Kommentariyalarda chong qilib yozib tashlaysizlar. Adashmasam, skinim menga yoqmayaptimi? Mayli. Xolos do'stlar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga xayr, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Video yoqqan bo'lsa albatta like va podpiska tugmasini bosib qo'yinglar.